Assalomu alaykum. Bugungi kunda ijtimoiy inspeksiya tomonidan loyiha smeta hujjatlarida to'siq muhit talablariga rioya etilishini ta'minlash maqsadida loyiha smeta hujjatlarining nazorat qilish boshqarmasi tashkil etildi. Hozirda boshqarma tomonidan asosan shaharsozlik kengashi doirasida loyihalarga to'siqsiz muhit talablari yuzasidan xulosa berish, ekspertizadan ijobiy xulosa olgan loyihalarning to'siqsiz muhit talablariga muvofiqligini ta'minlash, monitoring qilish, shuningdek ushbu loyihalarda smeta qismida to'siqsiz muhit elementlarining o'z aksini topganligini o'rganish ishlari amalga oshirilmoqda. Boshqarma faoliyatini tizimli olib borish maqsadida to'siqsiz muhit nazorati platformasi ishga tushirildi. Platformaning asosiy maqsadi barcha hududlardagi nazorat ma'lumotlarini yagona tizimga jamlash va har bir loyihani real vaqt rejimida kuzatib borishdan iborat. Ushbu platformaning jarayonlarini to'liq shaffofligi, ijro muddatlari ustidan qat'iy nazorat va tahlil asosida tezkor qarorlar qabul qilish imkoniyatlarini beradi. Keling, uni yaqindan ko'rib chiqamiz. Platformaning asosiy oynasi dashbord ko'rinishida bo'lib, uning chap tomonida shaharsozlik kengashi oynasi, o'ng tomonida majburiy ekspertiza monitoringi, pastki qismida xarajatlar smetasi monitoringi joylashgan. Yuqoridagi yirik ko'rsatkichlarda jami arizalar, jarayondagilari, ijobiy va salbiy xulosalar soni ko'rsatilgan. Muhimi bular shunchaki raqam emas, har bir raqam ustiga bosilganda ushbu bo'limga tegishli hujjatlar ro'yxati ochiladi. Ro'yxatda turgan bironta obyektni tanlasak, uning to'liq qarshikasi ochiladi. Ushbu oynada obyektning barcha ma'lumotlari, to'ldirilgan chek-listi, loyihaga doir hujjatlar, ya'ni xulosa va ilovalarni shu yerdan yuklab olish mumkin. Eng muhim qismi obyektning tarix bo'limi. Bu yerda ushbu obyekt bo'yicha amalga oshirilgan har bir harakat avtomatik qayd etib boriladi. Hech bir harakat izsiz qolmaydi. Bu har bir loyihani ko'rib chiqish jarayonini to'liq shaffof qiladi va ijro intizomini ta'minlaydi. Jarayondagi arizalar muddati bo'yicha guruhlanadi va xaritada guruhlar kesimida aks ettiriladi. Muddat o'tgan arizalar to'planib qolgan hudud xaritada darhol ko'zga tashlanadi. Hudud ustiga bosilsa, o'sha hududga tegishli arizalar ro'yxati ochiladi. Ushbu bo'limda majburiy ekspertizadan o'tayotgan barcha loyihalar jamlangan. Ko'rsatkichlar davlat obyektlari, tadbirkorlik subyektlari va xususiy ekspertiza kesimida alohida yuritiladi. Loyihaning nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qulay muhit yaratishga doir alohida texnik qismi mavjud bo'lmaganlari tizim tomonidan ajratilib ko'rsatiladi va alohida e'tiborga olinadi. Smeta yo'nalishida nazoratning ish ko'rsatkichlari aks etadi. O'tkazilgan obyektlar loyiha va smeta o'rtasida tafovut aniqlangan holatlar hamda smeta hujjati mavjud bo'lmagan loyihalar. Quyidagi grafikda har bir ish kunidagi o'rganishlar dinamikasi ko'rinib turadi. Platformaning alohida yangiligi bu sun'iy intellekt joriy etilgani bo'lib, u dashborddagi raqamlarni, ya'ni muddat buzilishi yoki boshqa xavflarni tahlil qilib, har kuni bir nechta aniq tavsiya ishlab chiqadi. Tavsiyalar faqat platformadagi haqiqiy raqamlarga asoslanadi. Endi platformaning yana bir muhim bo'limiga o'tamiz. Hozirgacha biz hujjatlar, arizalar va xulosalar bilan ishladik. Ammo pirovard maqsadimiz hujjat emas, maqsad har bir obyektda qulay muhit amalda joyida yaratilishi. Ana shu sababli platformada obyektlar reyestri tashkil etildi. Unga har bir qurilish obyekti kiritiladi va loyiha bosqichidan to qurilish yakunlangunga qadar uzluksiz kuzatib boriladi. Bu yerda obyektning butun hayotiy sikli bir sahifada jamlangan. Ariza kiritilgan kundan boshlab kengash xulosasi, ekspertiza, qurilishga ruxsatnoma, foydalanishga qabul qilish va nihoyat joyga chiqib o'rganish. E'tibor bering, zanjir aynan joyga chiqish bilan yakunlanadi. Ya'ni obyekt foydalanishga topshirilgach, ijtimoiy inspeksiya xodimlari joyga chiqib, qulay muhit amalda yaratilganiga ishonch hosil qiladi. Ana shundan keyingina obyekt bo'yicha ish yakunlangan hisoblanadi. Reyestrga kirgan birorta obyekt oxirgi bosqichga yetmagunicha e'tiborimizdan chetda qolmaydi. So'nggi bosqichda obyekt Yandex Maps platformasiga joylashtiriladi. Ya'ni u haqdagi ma'lumot foydalanuvchilar uchun ham ochiq bo'ladi. Obyektni boshidan oxirigacha kuzatish uchun platformamiz kamida 3 ta davlat axborot tizimi, ya'ni shaffof qurilish tizimidagi shaharsozlik kengashi, ekspertiza tizimi va qurilish inspeksiyasining nazorat tizimi bilan integratsiya qilinishi rejalashtirilgan. Ushbu platforma biz uchun shunchaki dasturiy mahsulot emas. Maqsadimiz har bir bino nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qulay bo'lishi lozim. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.